Hoji aka, mebelni biri. Qarang, mebel sex o'ziga kelib olganman. Uyga oldingiz, mebel kerak dedingiz. Mebel sexdan primoy birinchi qo'ldan qilib bering. Qarang, 10 xil mebelni qo'yib qo'yganman. Birgami, ikkigami, nimani tushundingiz siz? Birinchi uygami, ikkinchi uygami? Oshxona mebel ugaluklari bizada birinchi qo'lda chiqadi. Reklama o'zimizni uka Anjum mebel sexiga kelganmiz. Sifatga 100% javob beradigan sex men o'zim javob beraman, chunki bular bilan anchadan beri muloqotimiz bor. Endi narxi eshiting, qarang. 220-230 dollar sotilib turuvdi. Endi mustaqillik sharofati bilan bularni aksiyaga qo'yaylik dedik. 195 dollar qilib dastavkasi bilan uyingizga dastavka qilib berishadi. Sexni ham ko'rsataman, zo'r mahsulotlardan chiqarilyapti. Sizga shu mebellarni tavsiya qilaman. Yuringlar sex ichkaridan ham bir ko'raylik. Mebel sex ichkari kirgandan keyin o'zim ham mebelchi bo'lib ketkim keldi. Nimaga? Sifatli prujinalar ishlatilyapti. Dadan qo'yam. Endi mebelga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Anjum Mebel kompaniyasi raqamni qoldiraman. Birinchi qo'ldan olish xohlasangiz mebelga 100% javob berishadi. Sifatli sizga xizmat qiladi. Muhimi, zalga ham mebel qilinadi, spanliga ham mebel qilinadi. G'ichillab qolmaydi. Nomerligini qoldiraman, atmetga qilamiz. Xudo xolasa o'zligiga chiqib, qo'ng'iroq qilib, birinchi qo'ldan mebel olishingiz mumkin.